Salam qadrdonlarim, mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Men bugun sizlarga Yet bayramlarda dasturxonimizning gul bo'lgan, yetimizning simvoli bo'lgan sangsilish usulini aytib keldim. Yaxshi ko'rishinglarni umid qilaman. Qani marhamat. Avval 1000 gram un tayyorlab, ustiga 5 tal tuxum chekib, 100 gram shakar selib, 400 gram may qo'yib, bek qiziq bo'lmagan suv bilan xamir yo'g'irib olamiz. Xamirimizni yo'g'irib bo'lgandan keyin ambal ustiga elib, ishlab, mushundaq kesib, yumaloq holatga akilib, har birining ustiga bir qavat may surkib o'tib, bolshamor bilan o'rab 1 soat tindirib qo'yamiz. 1 soatdan keyin xamirimizni elib, o'tirdan tush kechib, qo'limiz bilan mushundaq yo'g'antib, andin qo'limiz bilan lag'man chizi qilgandek tekshir ishlab, andin qo'limizga aratlik uzun qisqiliqini o'xshash qilib chizib olgandan keyin ambal ustiga qo'yib, mushundaq 2 tal cho'ki bilan 2 tarafni elib, normal qizigan mayga avval bir tarafni selib, xamirimizni ushshaq kepkichgacha pishirib, andin yana bir tarafni selib, o'xshash holatda pishirib, mushundaq chizib olsaqlar, Yet bayramlarimizda yaxshi ko'rib yeydigan sangiz tayyor bo'ldi. Uyni oldinglarmi do'stlar? Bek o'xshab turadi. Selish usuli bek oddiy. Sizlar ham beqinglar, yaxshi ko'rsanglar